sog'alari, baxt deb atalmish go'zal koshonaning go'zal sohibasi, xayrli onlar sohibasi bo'lgan Maqsadoy xonimni bugun 46 yoshlar bilan muborakbod etmoq uchun xonadonlarga tashrif buyurdik. Maqsadoy, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Sog'lar qulluq bo'lsin. Boshingiz bilan birgalikda uzoq yillar chiroyli, baxtli hayot kechirish nasib etsin. Sizni bugungi Shukrona kuningizni quvonchli onlaringizga guvoh bo'lish maqsadida tashrif buyurgan hamma yaqinlaringizdan, jigarlaringizdan, qondoshlaringizdan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Sizni musofirlikka mehnat qilib yurgan o'g'lingiz Jumadulla va keliningiz Zeboxon, nevara qizingiz Zahro qizlar muborakbod etishyapti. Ilohim ularning baxtiga sog' bo'ling. Dunyo turiguncha turing. Marhamat, sovg'alarimizni qabul qiling. Ana asal qizlarimiz sovg'alari. Va bugun onajonimiz bilan bir kunda tavallud topgan go'zal qizimiz Maharamxonni ham Shukrona kuni bilan tabriklaymiz. Qizim, sizni ham baxtingiz butun bo'lsin. Ota-onangizni, jigarlaringizni baxtiga sog' bo'ling. Shukrona kunlar ikkovlariga ham muborak bo'lsin. Maqsadoy, sizni sog'ingan farzandlaringiz nomidan sog'inchli izhorlarimiz bor. Ko'zlarimni ko'p yo'qlamasdan, alam bo'lmas so'zlarimda ham 365 kunim bayram, onajonim omon bo'lsangiz. Kulgularim chiqar avjiga, hamohangdek dengiz mavjiga, yuboraman umraga, hajga, onajonim omon bo'lsangiz. Otam bilan uyim to'rida, har dam bo'ling qalbim qo'rida, bosh bo'lasin tonam to'yida, onajonim omon bo'lsangiz. Shamollarda titragan shamdek, har bo'lmayman singan qalamdek, suv tutaman ogi zamzamdek, onajonim omon bo'lsangiz. Nafsim buzsam meni qursinlar, niyatim sof, tilagim begap, qadringizni bilmagan nomard, onajonim omon bo'lsangiz, otajonim omon bo'lsangiz. Farzandlar baxtiga sog' bo'linglar, qo'sha qaringlar, bayramlar muborak bo'lsin. Shunaqa chiroyli sovg'alarni kutdingizmi, Maqsadoy? Rahmat, Allohim rozi bo'lsin. Bolalarim ham tan joni sog' bo'lsin. Umrlari ziyoda bo'lsin. Alloh nimaki yaxshi niyatlari bo'lsa, niyatlariga yetsin. Farzandlarning yaxshi kunlarini boshlanishi shu. Bu eng oddiysi. Xudo xolsa halislarga hajga, umraga chiptalar sovg'a qilishadi. O'zlari olib borib birgalikda tavof qilishadi Allohni. Yaxshi niyatlar hamroh bo'lsin. Sog' bo'linglar. Endi sizlarga bayram sovg'asi sifatida chiroyli musiqa taqdim etamiz. Sovg'alarni qo'yib, hamma bayram onlarasiga marhamat qilib qo'shimcha Megashit.uz Yanımda yürenler, beni yaşlı kırarlar, akem var. Evladım otam var, evladım otam var. Ah benim mehriban anam var. Yanımda yürerler, yanımda yürerler. Benim insanlarım, en yaşlı günde yanımda durgan insanlarım.
hayomiz yana bir bor muborak bo'lsin. Marhamat, davramiz markaziga boshingiz bilan birga tura olasizlar. Bazmimiz juda chiroyli tantana bilan davom etyapti. Sizni yaxshi kuningizda yoningizga yelkadosh bo'lib turgan jigarlaringizdan, yaqinlaringizdan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Va siz bilan birgalikda mana shu o'g'il qizlarni tarbiyalab, halol luqma bilan voyaga yetkazgan padari buzrukvoriga ham sog'inchli salomlari bor. Dadajon, topilmaydi bilaman dunyoda sizday odam. Sizga havas qilaman, hammadan zo'rsiz dadam. Davringizda zo'r o'sdim, bo'lmadi hech kam ko'stim. Mening ishongan do'stim, hammadan zo'rsiz dadam. Mehribon keng himmatim, g'ururim beminnatim, yuzi nurli jannatim, hammadan zo'rsiz dadam. Oilamiz g'amxo'ri, savlatingiz uy to'ri, yo'q menga sizdan zo'ri, hammadan zo'rsiz dadam. Hamisha men tomonim, to'g'rilaydi yomonim, o'zimni qahramonim, hammadan zo'rsiz dadam. Ilohim farzandlar bilan hamisha faxrlanib yurishsin. Qo'sha qarilar juda ham chiroyli, yuzlaridan nur yog'ilgan juftlik, yuzga ko'z qo'ygandek chiroyli juftlik. Endi sizlarni mana shu Hakimjon akaga bitta savol bermoqchiman. Necha yil bo'ldi turmush qurganinglarga? 26 yil, xudo. 26 yil. Bitta yigitning umri uzoq yillar yashanglar. Xudo xolsa, keyingi safar kelganimizda 56 yil bo'ldi desanglar, oltin to'ylarni ham nishonlash hammamizga nasib qilsin. Muhabbatinglarga, mehringlarga, oqibatinglarga ko'z tegmasin. Endi yana sizga savolim, shu 26 yil ichida oxirgi marta qachon gul berdingiz Maqsad aka? Hozir. Keling sizga boshqatdan imkon beramiz, keling. Bu yerdan kela qoling, keling. Gulni boshqatdan oling. Chiroyli chiqdi, juda ham chiroyli yarashdi. Bundan keyin har kuni, har bayramda sovg'a berib turasiz. Parvarish qilsang parivash bo'ladi deydi. Mana yoshiga nisbatan anchagina yosh. Demak, siz yaxshisiz. Chiroyli, baxtli hayotingizni ko'z tegmasin. Barnahon yaxshi ekanki, shunaqa chiroyli farzandlarni sizga katta qilib beribdi. Qo'shni qarilar ilohim baxtlarga ko'z tegmasin. Endi sizlardan bitta iltimosimiz bor. Shuncha odamlarni sizlarni xursand qilish uchun kelishibdi, sizlar ham bularni xursand qilasizlar. Hozirga mikrofon taqdim qilamiz va fonogramma asosida chiroyli qo'shiq kuyla berasizlar. Hammamiz olqishlab turamiz. Bu mikrofonmi? Hoji aka ham yosh ekan, 90 ga kirgan chol-kampirlar ham aytyapti. Uni mikrofonda tasavvur qilasizlar.
uchun bor mahoratini ishga solayotgan mana shu Mickey Mouse'larimizga rahmat. Marhamat, bag'rilarga bosib qo'ysa masatayni. Rahmat qizlar. Zulfiya bilan Madinani olqishlab qo'yamiz. Asal qizlarim juda chiroyli ijro etdinglar. Sizlarni mahoratingizga Xudo xohlasa ham tan berib, sizlarga minnatdorchilik bildiryapti. Iloyim baxtinglar ham o'zingizga o'xshagan go'zal bo'lsin qizlarim. Sog' bo'linglar. Mehr-oqibatlarga ko'z tegmasin. Endi maqsad oyini tabriklash uchun xonadonga tashrif buyurgan eng aziz, eng bebaho mehmonlarimiz, ota-onalarimizga, joni jigarlarimiz, akalar, opa-singillarga so'z beramiz. Qani? Rahmat. Anlamay. Qani? Tug'ilgan kunga kelishibdi. Kim? Mehmonlar. Rahmat. Qani? Hurmatli mehmonlar, Xudo ochib, tug'ilgan kun yo'qlab kelibdilar. Tug'ilgan o'g'il uzoq o'tsin, rasul o'tsin. Onasi ham, otasi ham, bolasi ham uzoq Alloh umrini uzatsin. Biz ham Xudo bilan toq turib hamisha shunaqa duolarni qilib yurardik. 25-yil yaxshi yillar olsun. Kim nima o'ylasa o'ylaysin, maqsadi yetsin. Yana ham ruhsatda yurgan behada juda ko'rsanlik. Shu kelganlarga hammasi rahmat. Allohu akbar. Xudo yaxshi bo'lmasin. Assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlardan ko'pini ko'rsin, bola chaqa nevara sevaralar orqasini ko'rib, bizga o'xshab qarab yurishlikka nasib bo'lsin. Safarda bolalarni ham nevaralarda, sevaralarda hammalarini Allohim safarlarini bexatar qilsin. Sog' salomat yuz ko'rishlik nasib bo'lsin. Yaxshi kunlarda hammamizga yurishlik hammamizga nasib bo'lsin. Allohga xudolar hammalari salomat bo'lsin. Safardagi yurtdoshlarimizdan hammalari safarlarga xatar olib, yurtiga, ota-onasini oldiga, vataniga kelib, to'y-tomoshalar qilishlikni nasib bo'lsin. Allohim kam qilmasin, shukur sizlar salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga. Hamro'zdan gapirib hamma gaplarni gapirdinglar. Avvalo kelibsizlar. Yana qaytarib aytamiz. Har bandani yaxshi kunlar bo'lsin. Farzandlarimiz, nevarlarimiz baxti kamolini bersin. Ukam Hakimjon Masalxon bilan chiroyli yashab, farzandlarimiz, nevarlarimiz baxtini kamolini bersin. Baxtimizga ulashgan kattalarimiz duolar duoda bo'lsin. Hammani shunaqa suyunchi kunlarga yetsin. Safardagilar ham sog' salomat kelib, nima niyat maqsad bo'lsa, otalarga maqsadlariga erishsin. Topganlarimiz yaxshi kunlarga, shunday kunlarga erishsin. Farzandlarimiz, nevaralarimiz o'qishli, ziyoli, kasbkorlik, elini, yurtini, otasidan sevadigan yaxshi insonlar. Baxtini kamolini bersin. Mana raisga beramiz so'zni. Siz ham gapirib oling, keyin ayollarga beramiz. Qo'shilishgan bilan umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi hojaga bilan yaxshi kunlar, yaxshi chiroyli mashnaqa kunlar, chiroyli ko'proq bo'laversin. Rahmat. Mana Hakimjon tashkillashtirganlarga katta rahmat. Maqsudoy, bunaqa kunlarda hamisha har kuni ko'ring. Hakimjon akamni qo'shiqlarini, bolalarimiz rohatini ko'ring. Xizmatdalar bilan ham ko'nglingizni esalomon, o'ynab kulib kelishsin. Ularni bolalarini to'ylarida mana shunaqa qilib ko'rsam, o'lib duogo'y bo'lgan ota-onalarimizni ushlab yurishlarga nasib qilsin. Rahmat tashkillashtirgan qizlarimizga ham. Xizmat qilganlar kam bo'lmasin.
Bilasiniz, sog'lig'ing, baxtingga. 90 yetsangiz yetadi. Orqamda qoling. Oldinglar hammanglar. Qizim, sizga ham baxtingiz bersin. Yaxshi so'rib, ministrlarga kiring. Voy xudo o'zi bersin. Xo'p. Hammanglarga rahmat. Parlamentarlar to'qilib, qanaqa yerlar, yurtlar, yaxshi suhbatda, ibodatda yuraylik. El yurt tinch Xudodan tilayapmiz. Bemor, bemajodalar dardiga shifo bersin. Samarlar behada diydir ko'rsin. Allohu akbar. To'ylar olsin. Rahmat. Otam baxtiga topshiraver. Omining ota baxtingga. Yaylalar, vay düğmeli düğmeli, hoş kalmış tarlalar. Vay düğmeli, düğmeli, yar düğmeli düğmeli, oturmuş koyun sağır. Düğmeli, düğmeli, yar düğmeli düğmeli, oturmuş koyun sağır. Vay düğmeli, düğmeli, terlemiş sineleri. Vay düğmeli, düğmeli, yar düğmeli düğmeli. Hammalarga rahmat. Maqsaddan yana turib olasizlar. O'z markaziga marhamat. Mahar ham birga turib olasizlar. Siz ham turavering birgalikda. Mana bugun Maqsad oilaning tug'ilgan kuni munosabati bilan tashrif buyurdik va mahallalarga ham bayram ruhini kirgizdik. Hammalarga bayramona ruh
yaxshi kayfiyat hamisha hamroh bo'lsin. Sizga endi o'g'lingiz nomidan Jumadulla, Zeboxon va qizchamiz nomidan ammajonisiga Muharramxonga dilizorlarimiz bor. Akasi juda ham yaxshi ko'rar ekan, kelniyasi bilan jonajon singlim, akam deb qayg'urar mehribon singlim, onamga o'xshaysan onajon singlim, yaxshiyam borsan bu yorug' dunyoda, joning omon bo'lsin jonajon singlim. Alloh bergan aziz jigarim mani, orqangda tog'dayin akang bor sana, sen kulsang yuzlari kular hammani, joning omon bo'lsin jonajon singlim. Singil uchun bug'doy bossa gunoh yo'q, singli duo qilmaganga panoh yo'q, yasha doim yuragimni qilib to'q, joning omon bo'lsin jonajon singlim. Jigarlaringiz baxtiga sog' bo'ling, ota-onangiz baxtiga sog' bo'ling. Hamisha yaxshi kunlar bo'lsin xonadonlarda. Xudo xolasa keyingi safar kelganimizda hajdan, umradan kelganlarda kutib olish nasib qilsin hammamizga. Tinch bo'linglar. Endi so'z navbatini o'g'il qizlarga, er qarindoshlarga so'z beramiz. Kelinglar. Onajonimni bugungi shukrona kuni bilan tabriklayman. Akamga kattakon rahmat aytaman. Baxtimizga sog' bo'lib yursin. Dadam bilan sizlarga baxt tilayman, tug'ilgan kuningizni tabriklayman. Singlim. Baxtimizga sog' bo'ling. Hovlimizga bir kuni kirib keldi farishta, hamma xursand shu kuni oppoqqina bolishda, yotar edi jilmayib ko'zlarida sehr bor, yaratganga ming shukr, endi meni singlim bor. Ba'zilar Assalomu alaykum. Xushkul sizlar mehmonlar. Shu qizimizni nevaramiz tug'ilgan kunidan bugun shu xursandchilik yaxshi kunlar bo'laversin har doim. Allohim ularni umrlarini uzlarini hamisha qo'llariga bosh bo'lib, farzandlarini ko'rib yurgan nasib qilsin. Hammanglar tinch bo'linglar. Allohim Jumadulla bilan dilimizni sog' salomat bo'lsin. Eson-omon kelib bag'rimizni. Rahmat, hammaga rahmat deganinglarga. Kitabımda sanamda olam tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Rahmat. Endi Zeboxonni ayasi Xudo xolamiz ham bor ekan, keling Xudo xolasam tabriklab qo'ying. Shunaqa yaxshi qiz, oqibatli qiz tarbiyalagan uchun sizga ham rahmat katta. Maqsad opa, bunaqa yoshlar ko'p bo'lgani ilohim. Farzandlarimizni Zebo qiz, o'g'lim Jumadulla baxtiga sog' salomat bo'ling. Doimo shunaqa baxtli kunlaringizda doimo yonma-yon turishlik nasib qilsin. Sog' salomat bo'linglar. Sizlarga ham rahmat. Rahmat opa, sog' bo'ling, tinch bo'linglar. Quda andachiliklar, jon jigarchilik bo'lib 100 yilgacha, 1000 yilgacha davom etsin ilohim. Qizingiz yaxshilikka ko'prik bo'lsin ilohim. Mana yaxshilikka ko'prik bo'lgani, yaxshi qiz tarbiyalaganingiz shundan bilinadi. Onajon uchun chiroyli sovg'alarni havo ko'ribdi. Ilohim o'sha qarishsin. Orqasidan mana go'zal qizimizga ham baxtini bersin. Juda shirin qizingiz bor ekan, havasimiz kelyapti. Hamma qizlarimizni shu yerda turgan hamma go'zal qizlarimizni chiroyli baxtlar bilan siylasin Allohim. Endi yana chiroyli musiqa taqdim etamiz. Hammani bayram raqsiga taklif qilamiz. Marhamat.
Qishi bilan oyog'ingiz chigillari, qishi, yozin endi mana 15 yoshga yoshardiz ham. O'zi juda yosh ekansiz. Bundan ham chiroyli bo'lib yosharib yuring hamisha. Sog' bo'ling. Sizga yana tilaklarimiz. Har kimning to'yxona bo'lsin. Har kimning topgani to'yga bersin. Duoga qo'l oching, yaxshi niyatlar. Kelinlar quchog'i farzandga to'lsin. Otasiz o'smasin bizni go'daklar, onasiz o'smasin bizni go'daklar, sinmasin ko'ngillar, dast etib zindan, ushalsin orzular, ezgu tilaklar. Sizni uyingizda yor-yor yayrasin. Qo'chqorlar atalsin elni to'yiga, yigitlar ko'ngliga solib havasin, adreslar yarashsin qizlar bo'yiga. Yo'qolib ketmasin dilda mehringiz, yo'qlog'i yo'qlarni yo'qlab qo'yingiz, toshlarni yig'lasin ko'zda mehringiz, mehrdan boshlasin har dam kuningiz. Farzandlar yana bir bor tabriklaymiz to'yingiz bilan. Bunaqa chiroyli hayotingizda chiroyli kunlar juda ko'p bo'lsin. Yaxshi insonlar bilan to'g'ri bo'lsin xonadoningiz, fayzlarga to'lsin. Shunaqa chiroyli mehr oqibat ko'rsatgan farzandlaringizni bitta duo qilib minnatdorchilik bildirasiz. Xonadonimizga xush kelibsizlar, aziz mehmonlar. Allohim o'g'lim bilan qizim Zebo qizni Allohdan joylari sog' bo'lsin. Nimaki yaxshi niyatlari bo'lsa Alloh niyatlariga yetsin. Allohim o'zlaridan ko'payib uvali bo'lsin. El oldida insonlardan bo'lsin, saxiy boylardan bo'lsin, saxovatpesha insonlardan bo'lsin, ehson qiluvchi bandalardan bo'lsin. Allohim o'zi qo'llab quvvatlasin, Alloh panohida bo'lsin, topganlariga baraka bersin. Alloh ularni baxtini ko'rishlik bizga nasib qilsin. Allohim birgalikda mana shu ota-onam, aka-uka, jigargo'shalarim, xudoandalarimiz, qizlarim, mana o'g'lim javob berlardi. Hammalarini Allohim baxt kamolini ko'rishlik bizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, sizlarga ham xizmatlaringlar. Allohim bundan ham martabalar baland bo'lsin, ishlaringlar ilgari bo'lsin, omadinglar bersin. Shuni tashkillashtirgan shu Zulfiya qizga ham Allohim baxtini butun qilsin. Tushgan joyida aziz mukarram bo'lsin. Shu opasini havas qilyapti, bizdan ham chiroyli oilalarga shu o'zidan ko'payib, uvali bo'lib yurishlik nasib qilsin. Rahmat katta deganinglarga, tashkillarga. Oilada bitta odam gapirish kerak edi. Men ham gapirib bordim. Mana Xudoyimga shukr, farzandlar bo'ldi. Shunaqa yaxshiliklarni ko'ryapmiz. Jumadillo o'g'limiz asniyatlar qilib, tug'ilgan kunlarni chiroyli qilib o'tkazib berib, onamga, singlimga deb shu narsalarni tashkil qilishdi. Katta rahmat. Yana nima desam, bu Zebo qizimiz ham onasiga ham rahmat, otasiga ham rahmat. Mashunchalik qilib, katta qilib, uni o'stirib,
bizga berganiga rahmat. Hammalarga rahmat, kelganlarga, qizlar, bolalar, qarindosh urug' qo'shnilar hammamiz yaxshilikda yuraylik. Safarda yurgan aka, ukam, qarindosh, qo'lon qo'shni, qarindoshlar hammasini ishiga baraka bersin, topganiga baraka bersin. Nima niyatda ketgan bo'lsa, Rossiyada niyatlariga, maqsadlariga yetib, mana shunaqa xursandchilik kunlarda yetkazganlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Alloh tinchligini qo'ysin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Azizlar, sizlar bilan onamga sovg'a loyihasi ijodkorlari birga bo'ldik. Yana yaxshi kunlarda, chiroyli davrlarda uchrashguncha omon bo'linglar.